Ustozjon, bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtlarimda nima qilaman? Ana shu kitob o'qiyman vaqtim borligida. Ertalab sahar turib soat 6dan 7gacha fizioterapiyga borib kelaman. Ana. O'yinta ayollar bor. Mhm. Maktab stadionida fizioterapiyga qilib kelamiz. Keyin ana bir maydasi uyda uy ishlarini aytaman. Mhm. Keyin ana shu averama qarayman. Ana shu kitoblarni o'qiyman. Men ko'p kitob o'qiyman. Ana shu yoshlarga ham Mhm. taklifim kitob o'qisin. Ana shu hozir yaxshi kitoblar chiqib o'tiribdi. Mana ko'rinyapti, chunki siz Yaxshi shuncha kitoblar. Ayniqsa ana bu kitoblar to'plagan ekaningiz. yaqinda ana nimani Iforani o'qidim, Chinnigulni o'qidim. Mhm. Sevara qaysini kitobi. Keyin ana bu nimani Azamat Qorjov kitoblari. Ha, u Ayniqsa kishi ham yaxshi hayotiy albatta, u kishi nimalari, detektiv qissalari, eng voqealarni yaxshi aks etadi. kitoblari. Shu men yoshlarga shu tilagim doim mana shu kitob o'qisalar, ana shu hayotda o'z yo'llarini topishga harakat qiladilar. Ana shu eng yaxshi odamni fikrini o'zgartiradigan, charxlaydigan ana shu badiiy kitob. Chet el adabiyotlari ham, o'zbek adabiyotlari ham. Men shu qayerga borsam ikkita kitob olmasam kelmayman. Aylanishlarga borsak ham, Toshkent borsam ham, shu markazga borsam ham, qayerga borsam kitob olaman. Eng birinchi kitob olaman. Kitob o'qinglar, bolajonlar, kitob foydasi ko'p. Rahmat ustozjon, bolalarimizga tavsiya Sizlarga ham berdingiz. rahmat. Mana shu aziz ustozlardan o'rganib, biz kutubxonachilar ham bu kishini yod qilib shugun keldik. Mana uylariga bu kishini yashash turmushlarini tomosha qildik. Mana bog'-rog'larda juda ajoyib go'zal yashayaptilar. Bu kishining zerikishga umuman vaqtlari yo'q ekan.